Assalomu alaykum. Yazabuldan yuqurmoqchi bo'lib turgan akalar, mana bugungi obyektimiz Boltako'lda. Farg'onaga qarashli Boltako'l, ya'ni Marg'ilon Oltiariq yo'lida joylashgan. Ikkinchi etajlariga mana olib kelib berganmiz. Gazabularni urishgan. Holatlarni ko'rib turibsizlar. Nihoyatda mana tekis chiroyli chiqqan. Mana shoxlari hamma yo'q joyida. Ustakalarimiz ikkita joylarni ko'rishganda keyin kelib biznikini ko'rishdi, yoqdi. Zakaz berishdi. Mana urilgan holati mana shu yerda. Urilgandan keyin yana zakaz qilishdi mana. Bular urib ko'ramiz deshgan. Yo'qsa aytamiz deshgan. Birinchi ozroq olishdi. Urib ko'rishdi, yoqtirishdi. Mana tekizligini mana shu yerdan ko'rsatib bersam bo'ladimi ekan? Plus nihoyatda mana videoda o'z gazabuli o'qtab yurgan odamlar biladi, sifati nihoyatda chiroyli. Plita mana ikkinchi etaj usti. Shu joyga olib kelib berdik. Mana manipulyatorda shonamizdan yuklab olib kelib mana plitalarning ustiga qo'ydirib beryapmiz. Narxlarni shunga tayyor qilganmiz. Agar sizda ham Marg'ilonda, Farg'onada joiz bo'lsa, shunaqa olib kelib qo'yib berishlari bilan gaplashaveramiz. Boshqa viloyatdan bo'lsa ham gaplashaveramiz. Narxlari ozgina o'zgarib qoladi. Shunaqa paddonda upakovka holatda keladi. Nazarlarimiz mana ko'rib turibsizlar. Olib kelib mana tushirib berilyapti. Kranni olib kelib tushirgandan ko'ra arzonroq tushadi bunda. Manipulyatorda arzonroq tushadi. Mana holatlarni ko'rib turibsizlar mana. Mana tekizliklari. Nihoyatda zo'r chotki. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida biz ishxonamiz. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Yo'l kiralari kelishilgan holatda. Bu videomizni 2026-yil 10-avgust sanasidan olyapmiz. Hozir mana tushirib beryapmiz balki. Ustalar 800 ta hisoblashgan ikkinchi etajga. Mana holati. Hozir tushirish jarayonlarida biz shuni hisobiga ozgina ma'lumot bergani. Buni qarab ham turibman bularga. Xo'p, gazabullarimiz sifati zo'r, baholasa. Sifati zo'r. Shunaqa upakovka holatda keladi. Mana ustakalarimizga ham ma'qul kelibdi. Juda chiroyli tekis. Mana endi qarang, buni bittasini o'rniga 18 ta 22 ta g'ish to'g'ri keladi. 22 ta ishig'i, 22 ta g'ishimiz 22 ming so'm bo'ladi. Bu 18 ming so'mdan yo'l kiridan tashqari yetib keldi. Manipulyator xizmatidan tashqari 19.500 so'm bilan manipulyator bilan tomlariga qo'yib berdik. Siz birinchi etajingiz bo'lsa 18 ming so'mdan yetib boradi. 18 mingga gazabli o'dirganingiz yaxshimi? 22 mingga pishig'ish olganingiz yaxshimi? Usta ham buni 7 ming so'mdan uradi. Pishig'ishdi 18 ta 22 tasini 13 mingga uradi. Xullas bir dona mana shu joyda bir dona gazabli 100 dan 9 ming so'm razisa foydada bo'lasiz. 1000 ta ketadigan joyga 9 million so'm pul yutasiz. Bundan 1000 ta ketadigan joyga 22 ming ta pishig'ish ketadi. Endi uni qumsuvoq qilish kerak. Bundan ko'ra mana tomga nagruzga tushmaydi. Yozda salqin bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Qanaqa savollaring bo'lsa, kommentariyaga yozaverasizlar. Holatlari nihoyatda xudo xolasa yaxshi, sifatlari zo'r. Bemalol mana shunaqa qilib sizlarga manipulyatorda tushirib beramiz. Vodiy bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Biz Andijon, Oltiariq, Farg'onalarga yetkazib berdik. Ustaga g'ishimiz yoqdimi sifati? E'tirozlar yo'qmi g'ishdan? Mana ustagalarimiz ham yoqdi mana. Aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz, telefon nomerlarimiz videoda pastda bo'ladi.